Wetenperwerlik Dindarliqning Ipadisidur. Aptori Muhammed Yusuf. Şəksizki, İslam dinimizdə vətən söygüsü Allah Taala və onun peyğəmbərinin söygüsüdən qalsa, ən şərəflik və müqəddəs söygüdür. Həqiqi mümin adam əlbəttə öz vətənini söyüdü. Onunğa sadiq boludu. Çünki həqiqi müminlik vafadarlıqni tələb qılıdı. Xuddi ibadətlərmə insanni başqa məxluqatdan alayda fərqliq bir möcüzat sübtida yaratıb, onunğa bu kainatның yaxşılıqlarını və yer yüzünün xo'jayinligini ata qilgan keremlik Allahqa şükür və minnətdarlıq izhar qilgan halda ada qılınadigan bir vapa burcu bolğandək. Vətənni söyüş, onunğa köyünüş, onun azadlığı yolida mal mülkini, cenini və qimmatlik hər nərsini pida qilish hər qandaq bir puqranın ən aqalli vapa burcudur. Vətənpərvərlik İslam dinidəki ən mühim temalarning biri. İslam dini vətənni qoğdaşni mühim pərzlərdən sanaydı. Bunu mundaq bir qancha nuqtadan tushundirish mumkin. Birinchi, insonning o'z vataniga bo'lgan so'ygisi tug'ilishidilla bor bo'lgan tabiiy xislat bo'lib, İslam dini vatan söygüsünü alayda muhim o'ringa qo'ydi va uningga tashabbus qiladi. Chunki İslam dini insonning tabiiy fitratiga zid kelmaydi. Balki tabiiy tuyg'uni va fitrini parvish qilib, uni yetaklaydi. Qur'on Karimdami vatansizlik bilan o'zini o'ldirish tangli o'ringa qo'yilgan. Ya'ni İsrail avlodining qissasini bayon qilib o'tib, agar biz ularga o'zinglarni o'ldiringlar yoki yurtinglardan chiqib ketinglar deb amr qilgan bo'lsak, degan bir oyatni keltirdi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, yoki degan bu so'z bu joyda o'zidan burun kelgan ish bilan keyingi ishning o'xshash ekanligini, qaysini tanlasa bo'ladiganligini ifodalaydi. Demak, Allah Taolamo mazkur oyatda yurtidan ayrilishni o'lgan bilan barobar deb ko'rsatgan. Biz Uyg'urlarning navbatdagi vatansizligimiz va hijron firoqimizning bizni qaysi holga tushirib qo'yganligini ko'z oldimizga keltirib boqadigan bo'lsak, amaliyotda vatansizlikning haqiqatan tangdishi yo'q bir azob ekanligini bayqaymiz yoki har minut his qilib yashmoqdamiz. Peyğəmbər əleyhissalam Məkkədən ayrılış aldıda onun "Ey, söyümlük yurtum Məkkə, qavming meni ketishga majbur qilmasa edi, senden hargiz ayrilmaydim" degan so'zi tarix kitoblarga putilgan. Albatta Məkkə bo'lsa hech qanday giyosiz bir vodi edi. Lekin bir joyning yeshilligiga, paravalligiga, havosining yeqishligiga ko'nib qilish hargizmi u yerni so'yib qolganlik hisoblanmaydi. Ko'ngandan voz kechmak qulay, ammo so'ygandan voz kechmak imkonsizdir. Har odamning o'z yurti mayli qanchalik namrat yoki chet sahro bo'lishidan qat'iy nazar, uning muhabbati qalbning qat-qetiga o'rnab ketgan bo'ladi. Sahaba Asilul G'ifari raziyallohu anhu Makkadan hijrat qilib Madinaga kelganda, Payg'ambar alayhissalom uningdan Makkaning ahvolini so'raydi. O
Мәккенің yolğunları çiçekləvatqanlığını və o yerning bir qancha sübətlərini tilgə elişiga Peyğəmbər əleyhissalam "Boldu qılsаңчу, yürəkimni birdam aramida qo'ysаңчу" deydi. Bu qissa to'g'risida o'xshamgan rivoyatlar bo'lib, ba'zilarda Peyğəmbər əleyhissalamning ko'ziga lömmidi yosh olganligi bayon qilingan. Ikkinchi, insonning o'z vatanini qo'g'dishi islom farzlarining eng muhimlaridan biridir. Chunki islom dini vatanning barliq fuqarolariga vatanni qo'g'dashni va dushman kelsa uningga qarshi ayol, cho'ng kichik hamma birdak jihodga chiqishni farz qilgan. Jihad haqida tushgan tunji oyat vatan masalasida tushgan bo'lib, Alloh taolo musulmonlarga ularni o'z vatanidan qo'g'lab chiqargan. Uy joylarini va mol mulkini tortib olgan kofirlarga qarshi jihad qilishni farz qilgan. Hujum qiling'uvchilarga zulmga uchirganligi uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi. Shaksizki, Alloh ularga yordam berishga albatta qodirdir. Ular faqat Rabbimiz Allohdir deganligi uchunla o'z yurtlaridan nohaq haydab chiqarilgan edi. Peyğəmbər əleyhissalamның zamanında yüz bergan Badri, Uhud və Xandaq qatarlıq çoğ urushlarning vatanni qo'g'dash, Madina Munavvardan iborat musulmonlarning tunji davlatini va yagona vatanini qo'g'dash uchun bo'lganligini va mushu urushlarning hammasi Madina Munavvar shahrining atrofida yuz berganligini bilganimizda jihadning islom diyorini qo'g'dash uchun buyurilganligini tushunib yetimiz. Chunki Badr urushi Hijriyaning 2-yili, ya'ni milodiya 624-yili, Ramazon oyining 17-kuni juma sahar vaqtida Madina Munavvar shahrining g'arbiy janubiga joylashgan Badr degan joyda bo'lgan. Uhud urushi Hijriyaning 3-yili, Shavval oyining 7-kuni. Miladiya 625-yili 23-mart Madina Munavvar shahridagi Uhud teg'ida bo'lgan. Xandaq urushi Hijriyaning 5-yili, Shavval oyida, milodiya 627-yili Madinaga yaqin bir joydagi Sal teg'ining etaklarida bo'lgan. Demak, Peyğəmbər əleyhissalam və uning sahabilari boshqalarning vataniga hujum qilib urush qilmagan. Balki musulmonlarning vatani bo'lgan Madina shahrini qo'g'dab qilish uchun urushgan. Şoňa bu urushlar Makkada yoki boshqa joylarda emas, Madina shahrining atrofida bo'lgan. Chunki kofirlar islom diyoriga hujum qilib kelgan. Musulmonlar bo'lsa, islom diyorini qo'g'dash uchun ular bilan urushgan va ularni orqaga qaytargan. Peyğəmbər əleyhissalamdan keyin uning sahabilari islom diyorlarini qo'g'dash yo'lida jihad qilib, borgan joylarda shahid bo'lgan va qabrlari shu joylarda qolgan. Ko'plagan sahabilarning qabrlarining Sham, Iroq, Misr, Yaman, Turkiya, Iron, Ozarbayjon qatorliq joylarda qolganligi buning misoli. Peyğəmbər əleyhissalamның Madinaga hijrat qilgandan keyinki 10 yillik hayotini misol qiladigan bo'lsaqmi, Peyğəmbər əleyhissalamның Madinadagi hayoti musulmonlarning tunji davlati bo'lgan Madina Munavvar shahrini Makka va uning atrofidagi
Arab qabilalarining hujumidan qo'g'dash bilan muhojirlarning asli vatani bo'lgan Makka mukarram shahrini mushriklarning changilidan ozod qilish orzusi va tayyorligi bilan o'tganligini bilamiz. Allah payg'ambarimizning tushini haqiqiy turda rostga aylantirdi. Ey payg'ambar, Allah xolisa sizlar xotirjam bo'lgan. Ba'zilaringlar boshlaringlarni tushirgan va ba'zilaringlar qirqigan holda qo'rqmay cho'qim masjidi haramga kirsizlar degan oyatmi payg'ambar alayhissalomning o'z vatani Makkani qanchalik seg'inganligining va uningga kirishga qanchalik taqozo bo'lib ketganligining amaliy ifodasidir. Payg'ambar alayhissalom 23 yillik payg'ambarlik hayotining 13 yilini Makkada, qolgan 10 yilini Madinada o'tkazdi. Payg'ambar alayhissalom Makkadagi 13 yillik payg'ambarlik hayotida avvalgi 3 yilni kishilarni islomga maxfiy da'vat qilish, keyingi 10 yilni islomga oshkora da'vat qilish bilan o'tkazgan bo'lsa-mu, bu jarayonda shariatning ahkomlari va qonun tuzumlari belgilanmagan. Faqat Madinaga hijrat qilib berib, u joyda davlat qurgandan keyinla shariat ahkomlari va qonun tuzumlari ijro qilinishga boshlagan. Buningdan shu xulosani chiqarishga bo'ladi-ki, dinning amr farmonlarini ijro qilish va ibodatlarni erkin holda o'rindash uchun albatta vatan kerak. Mustaqil davlat kerak. Tugidi. 2019 yil 22 oktyabr